ko'p kasalliklar gijjadan bo'ladi. Parazitlardan. Keling, yosh kattalar uchun ham, yosh bolalar uchun ham yana bitta retsept aytaman. Gijjalarni banglatib tushirishga. Tushundingizmi? Xullas, chesnok oddiygina ham yo'tallik ko'zini uya. Chesnok bilan sut. Oddiygina. Chesnokni ezing, sokini chiqarmang. Tuying, taxtalik bir narsa bilan. Tuyingda bir 2 boshini. 200 grammgami, 300 gramm sutga. 2 mashina boshini ezib bir sol qaynating. Iching o'shani. Och qoringa ertalab iching. Hech narsa yemang. Ko'tarib iching. Tushundingizmi? Ozroqgina asal qo'shsangiz ham mayli. Ham yo'talingiz ketadi, ko'k yo'tallar ketadi, balg'am chiqadi. Parazitlar onajon deb qochib chiqib ketadi. Tushundingizmi? Faqat 2 soatdan keyin slabitelni iching. Ya'ni ichingizni ketkazadigan. Makkay sanomi, sanodan yoki aptekadan ichni so'raydigandan 2 soat, 3 soatdan keyin. 3 kun, 4 kun shunday qiling. Uzun, ana lentichning glistlar bor-ku, salityor deydi. Ya'ni uzun bo'ladi. Keyin ovqat yeb taylaydi. O'shani yo'qda. Xo'p, dedingizmi?